Bu narsadan juda ham ko'pchilik foyda ko'rdi. Bu mana bu Altay mumyo, bu Qirg'iziston mumyosi. Bu uyquni normallashtiradi, miyaga kislorod olib boradi, singan chiqqanlarga, muskullarga, bo'g'in og'riqlariga, ichak, yallig'lanishi, oshqozon yallig'lanishi, jigar, pochka hamma tomoni immunitetni eng tez ko'taradigan naturalniy narsa mana bu mumyo bo'ladi. Mana hozir uy sharoitida ko'rsatib bergandim, qanaqa qilib tekshirish kerakligini hozir ikkalasini ham tekshirib ko'rsatib beraman. Mana bu Altay mumyosi, mana bu Qirg'iziston mumyosi. Mana bunaqa erish kerak. Suzilib erish kerak originali. Yaqinroq keling. Mana shunaqa erisi bu original hisoblanadi. Qo'l bola любой kishi tekshirib ko'rsa bo'ladi. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bor. Mana bu mumyolar Qirg'iziston qattig'i mana. Mana bular. Mana bular Altay mumyosi mana. 250 ming so'm, Qirg'izistonniki 200 ming so'm. Bu 3 oyga yetadi bitta odamga. Mana shu turishi 3 oyga yetadi.